Odam o'lib 24 soat ichida badanda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Yurak so'qishdan to'xtagan shu daqiqada sizning cho'ng mema va metabolizm sistemalaringiz xizmatdan uzil-kesil to'xtaydi. Shuning bilan bir vaqtda sizning cho'ng mema hujayralaringizda yanada ba'zi anqaldiqlar saqlanib qolgan bo'lib, bu vaqtda siz urug' tuqqanlaringizdan qattiq azoblangan yig'i ovozini quloqingiz orqali meni postliq qavitiga yetkazib berdi. Lekin siz bu vaqtda hech qanday inkos qaytara olmaysiz. Qisqa vaqt ichida sizning mingingizda saqlanib qolgan ashu ozg'ina avni yo'qolib ketadi. Shuning bilan bir vaqtda sizning ko'z qarchiqingiz sirtqa qarab aylanishga boshlab yo'g'inab ketadi. 10 minutdan keyin badaningizning temperaturasi tez suratda tuvanlashga boshlab badaningizdagi hujayralar oksigen yetishmaslik sababidan asta-asta o'lishga boshlaydi. Eg'irlik kuchining ta'sirida qiningiz badanning eng tuvan qismiga qarab uzluksiz uyushib qoladi. Teringizning rangi tadrijiy o'zgarib tortishga boshlaydi. Yarim soatdan keyin qon to'xtamay eqib badaningizning eng tuvan tarafiga tushib uyushib qoladi. Bu vaqtda teringizda qaramtul binafshi jasad dog'lari paydo bo'lishga boshlaydi. 1 soatdan keyin butun badaningizdagi qon tomirlar aylanishdan to'xtab, badaningizdagi har qaysi bo'g'imlar ketishga boshlaydi. Bu vaqtda boshqalar uzluksiz yig'ayotgan badan teringizga qarab, sizning turnoq va chechingiz uzrab qolgandek xato tuyg'usi bo'ladi. 3 soatdan keyin hujayralaringizning o'lishi va nekrozlanishi badaningizning immunitet sistemasini uzil-kesil vayron qiladi. Kuchay yo'lingizda qolib qolgan bakteriyalar talvilash ko'payishga boshlaydi hamda badaningizdagi har qaysi a'zolarni to'xtamasdan chirtishga boshlaydi. 6 soatdan keyin bakteriyalar sizning butun badaningizga tarqalib, siz bir jasadga aylanib qolasiz. Hamda bakteriya va mikroorganizmlarning uzluksiz chirtishi ostida jasadingiz uzluksiz yumshab chirishga boshlaydi. Bir kundan keyin sizning ichki a'zolaringizning tadrijiy chirishiga ergishib, ko'p miqdorda chirgan gazlarni tarqatishga boshlaydi. Oxirida badaningizdagi qonlarning sirtqa qarab eqib ketishini keltirib chiqarib, badanlaringizda chirgan suluq qapartma paydo bo'ladi. Uningdan keyin siz yerligingizda jimjit yotqach, badaningizning to'liq chirib ketishini saqlaysiz. 3 oydan keyin bakteriya sizning badaningizni butunlay chirtib, odamni saskandiradigan puroq paydo qilishga boshlaydi. Uning ustiga bu vaqtda sizning ko'p qism badan to'qilmalaringiz sesib, suyuq holatga kelib qoladi. Shuningdan e'tiboran teningizdan ayrilib qolib qolgan charch va so'maklaringizdan boshqa sizga munosabatli barliq narsalar bu dunyodan butunlay yo'qolib ketgan bo'ladi. Garchi biz o'limga yuzlanishni xohlamasaqmi, lekin yashash o'lish qonuniyatiga asosan hamon bir kuni har birimiz chang tuzonga aylanib, butkul olamdan g'oyib bo'lamiz. Shunga hayotning oxirgi nuqtasi amaliyotda uncha muhim emas. Muhimi biz bu jarayondan qanday huzurlanishda. Shuning uchun har biraylan biz yaxshi ko'radigan, ham bizni yaxshi ko'radigan har bir kishini yaxshi qadrlashimiz kerak. Mana bu bizning haqiqiy hayotimiz.